Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men oldingi leksiyarimda vitamin dorilari bizni sog'lom qila olamdi degan temada bir qisqa leksiya so'zlagandim. Buningdan keyin ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, shu vitamin to'g'risida yana bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz degan edi. Shunga men bugun shu vitamin to'g'risida qisqacha tushuncha degan bir temada qisqa bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni so'rayman. Undaqda bu vitamin degan qandaq modda? Men bu vitamin to'g'risida har xil tasvirlarni tövəndikidək bir neçə türgə tizib chiqdim. Birinchisi, vitamin deganimiz ximiyalik tuzilish va funksiya jihatda o'zaro zich munosabatlik bo'lgan bir yurish organik modda. Ikkinchisi, vitamin hayvonlarni o'z ichiga olgan ko'plagan jonliqlarning metabolizmining normal bo'lishi uchun zarur bo'lgan modda. Üçüncüsü, vitamin bedende işlep çıkarılmaydigan yoki bedende yeterlik işlep çıkarılmaydigan çoqum yemeklik arqılık ega bo'lish zarur bo'lgan modda. Ya'ni ko'pincha vitaminlar beden ichida ishlab chiqarilmaydi. Bir qism misolan vitamin D deganlarga o'xshash ba'zi vitaminlar badanda ishlab chiqarilsa-mu, biroq uninki miqdori yetarlik bo'lmaganligi uchun, ya'ni tashqi manbadan, ya'ni yemakliklardan qabul qilishga to'g'ri keldi. To'rtinchisi, vitamin badan garchi nihoyat oz miqdorda ehtiyojliq bo'lsa-mu, biroq kam bo'lsa hargiz bo'lmaydigan modda. Yani vitaminning odam badanining vitaminga bo'lgan ehtiyoji nihoyat oz. Lekin kam bo'lsa bo'lmaydi. Albatta, ko'p bo'lsa bo'lmaydi. Ko'p bo'lsa-mu, uninki ba'zi yomon ta'sirlari kelib chiqishi mumkin. Beshinchisi, vitamin har xil yemekliklar tarkibida mavjud bo'lib, u erishmek oson bo'lgan modda. Yani u alayda bir qimmat erishmek tez bo'lgan modda bo'lmasdan, balki bizningki kundalik odatdagi yemek tarkibidami bor bo'lgan modda bo'lib, biz har kuni har xil yemekliklarni tekshir iste'mol qilgan vaqtimizda biz u yemekliklardan badanning ehtiyojiga yetkidak erisha olamiz. Oltinchisi, vitamin badanda kam bo'lsa yoki badan ehtiyojidan ortiq bo'lsa, badanda kasallik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan modda. Yettinchisi, vitamin hamma kasalga unum beradigan shifoliq dori emas. Sakkizinchisi, vitamin to'liqlash orqali faqat va faqatla badanda ma'lum vitamin kamlik sababidan kelib chiqqan kasallikni saqaytish mumkin. To'qqizinchisi, vitamin qancha ko'p iste'mol qilsak, bizni shuncha sog'lom va aqlli qiladigan hammaga qodir dori, shifoliq dori emas. 10-si, vitamin badanda energiya ta'minlaydigan va yoki bizni qabul qiladigan yoki bizni kuchlantiradigan shifoliq dorimi emas. Bular meningki bu vitaminga qarta bergan tushunchalarimningki yig'inchoqlashtirilgan qismi. Endi men yuqori deb o'tdim, bu odam badaninki vitaminga bo'lgan ehtiyoji nihoyat oz deb. Undaqda qanchalik oz? Ya'ni bizningki kunda badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitaminlar qaysilar? Ularningki ehtiyojliq nimasi, ya'ni miqdori qanchalik? Hozir qadar hamda jami 13 xil vitamin bayqalgan bo'lib, ularni erishchanligiga qarab suvda eriydigan va mayda eriydigan vitamin deb ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Ular tövəndikicha vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9,
vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Bularninki bedenimizningki bu vitaminlarga bo'lgan ehtiyoji qanchalik degan vaqtida vitamin A'ga bo'lgan ehtiyoji, ya'ni kundalik ehtiyoji 900 mikrogram. 900 mikrogram. Milligram emas, mikrogram. Yani 1 mikrogram 1 milligramning mingdan biri. Taxminen 1 milligram atrofida. Endi bedenning qabul qiladigan eng yuqori cheki 1300 mikrogram yoki 1,3 milligram. Undan ishib ketsa badanga ziyon qildi degan gap. Bu bizningki vitaminga bo'lgan kundalik ehtiyojimiz. Vitamin A'ga bo'lgan ehtiyoj. Undaqda vitamin B'ga vitamin B'ga bizningki badanimiz kunda 1,2 milligramdan 1,5 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin 2'ga bo'lsa 1 gramdan 1,6 gramgacha ehtiyojliq. Vitamin B3'ga bo'lsa 12 milligramdan 18 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin 5'ga bo'lsa 4 milligramdan 7 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin 6'ga bo'lsa 1 milligramdan 2 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin 7'ga bo'lsa 20 mikrogramdan 35 mikrogramgacha ehtiyojliq. Vitamin B9'ga bo'lsa 300 mikrogramdan 600 mikrogramgacha ehtiyojliq. Vitamin 12'ga bo'lsa 1,8 mikrogramdan 2,8 mikrogramgacha ehtiyojliq. Vitamin C'ga bo'lsa 90 milligramdan 120 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin D'ga bo'lsa 5 mikrogramdan 15 mikrogram yoki 200 xalqaro birlikdan 600 xalqaro birlikchilik ehtiyojliq. Vitamin E'ga bo'lsa 15 milligramdan 19 milligramgacha ehtiyojliq. Vitamin K'ga bo'lsa 90 mikrogramdan 120 mikrogramgacha ehtiyojliq. Demak, bizningki vitaminga bo'lgan ihtiyacımız, kundalik ihtiyacımız naytı töven. Yani biz bu vitaminlarga kundalik tamaklarını normal tamaklarını istimal qilish orqali tamamen ega bo'la olamiz. Yani bedenimiz bu vitaminlarga tonlab ehtiyojliq emas. Unda o'ga vaqtida bedenimizde eğer bu kundalik yemekliklerden bu vitaminlarga yeterlik erişerse bizning vitamin doğrularını istimal qilishimizningki hech qandaq zörüriyeti haciti yo'q. Bu vitamin hayatlıkta, sağlamlıkta moyum deganlik hergizmi uning doğrusunu yang deganlik emas. Faqatla kundalik yemeklikten yeterlik erişseniz sağlamlığınız kapolatga ega bo'ladi deganlik bo'ldi. Hem de suda eriydigan vitaminlar qaysilar degan vaqtida bularni shu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ve vitamin C'lar suda eriydigan vitaminlar bo'lib, bu xildagi vitaminlarning ko'p qismi biz kunda iste'mol qiladigan sayko'ktat va yelimishlar tarkibida nayta mo'l. Shularni iste'mol qilish orqali biz bu vitaminlarga yetarlik erisha olamiz. Mayda eriydigan vitaminlar qaysilar degan vaqtida vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Bu aslında biz iste'mol qilayotgan ko'p sonda o'simlik, yelimish va hayvonlar, ya'ni go'sht tarkibida mo'l bo'lib, biz alayida yemeklik tanlamay har xil yemekliklarni tekshir iste'mol qilsak, bu vitaminlarga yetarlik erisha olamiz. Ahırda yığınçaqlap aytqan vaqtida vitaminlar bizning sağlamlığımızda nayeti muhim rol oynaydı. Ularning har qandaq bir kam bo'lsa, salomatligimizga bevosita va vositali holda ig'ir ta'sir ko'rsatadi. Lekin u deganlik biz vitamin dorilarini qancha ko'p iste'mol qilsak, salomatligimizga shuncha foydali deganlik emas. Ya'ni vitaminning muhimligi bilan vitamin dorisiningki muhimligi o'xshash deganlik emas. Ya'ni vitamin muhim,
Lekin u deganlik uchun biz cho'qim vitamin dorilarini iste'mol qilishimiz deganlik emas. Ya'ni vitamin mo'yin bo'lganlik uchun shu vitamin mo'l bo'lgan yemekliklarni tekshi iste'mol qilsak, biz badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitaminlarga shu yemekliklardan yetarli erisha olamiz demak. Undaq bo'lgan vaqtida biz vitamin dorilarini normal iste'mol qilishimizning hech qanday hojati yo'q. Biz faqat va faqatla shu normal yemekliklardan erisholmagan yoki shu normal yemekliklarni iste'mol qilgan odat iste'mol qilgan ahvol ostidami, lekin ma'lum xildagi vitaminlar kam bo'lgan vaqtida yoki uni to'liqlash yemekliklar bilan to'liqlash qiyin bo'lgan vaqtida anandan keyin biz vitamin dorilarga ehtiyojliq. Bo'lmasa biz vitamin dorilarga ehtiyojliq emas, uni iste'mol qilishningki hech qanday zaruriyati yo'q. Bugungi bu leksiyarimni mishada oxirlashtirmoqchi. Men bugun faqatla bu vitamin to'g'risida umumiy tushuncha berib o'tdim. Men keyingi leksiyalarimda har bir vitamin to'g'risida ayrim to'xtalishim, u vitaminlarga erishish uchun qanday yemekliklarni iste'mol qilish kerak to'g'risida tafsili ma'lumot berishim mumkin. Hammanglarning diqqat bilan anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.